Meni kuzatib borayotgan muxlislarim, men sizlarga hozir foydali bir narsani ko'rsatgan. 9 metrga qoqilgan, bu yerda 40 likda qoqilgan. Keyin 50 lik motor o'rnatdim. Mana bu 40 lik bo'lsa, 50 lik motorni bu yerga 50 lik turba ketishi munosabati bilan bu yerga kichraytirilgan 40 ga moslangan, zavod orqali moslangan mana shunaqangi turbani ulab turib, o'rtaga shlen qilib xomut orqali qatirdim. Keyin bu yerga 50 lik kran o'rnatdim. 50 lik krandan bag'iga 40 lik turbani moslab turib, ho'liga olib o'tib ketaman. Mana yerga 25 lik turba, mana yerga esa zavodskiy kichraytirilgan 25 ga 20 turbada mana nima qilganman, kran qo'yib qo'yganman. Nimagaki, mana bu joylarda mana ko'kat ekkanman, har xil mana mak nimalar ekkanman. Mashitlarimdan sug'orib turaman. Mana oshqovoqlar mana o'zimizda bo'lsin deb mana o yapaloq oshqovoqlar ham bor mana. Shunchalik darajada endi qancha bo'lsa ham qishga, hozirga bemalol o'zimizga bo'ladi. Mana bunaqangi nimalarni ekib tashlagan, mana shu sug'orishim mumkin va mana maletlarda bor. Mana ko'katni zorlashtirish qilganmiz oldimizga. Shu munosabat bilan mana shu turbani o'rnatganmiz. Hozir buni yurgizamiz, ho'lini sug'orishni boshlaymiz. Men sizlarga qanaqa ishlashligini shuni ko'rsataman. Hozir mana mana suvimiz ketdi. Oldin suv quyib kachatlab olgandim. Mana suv ketdi, mana ko'rsalaring. Mana suv chiqyapti mana. Xolasa mana qisgan sarimiz mana bu tomonga otaveradi mana. Xohlagancha otib beraveradi, ag'ib chiqqan sarimiz. Hozir bizga bu kerak emas, hovlini sug'oramiz. Shuning uchun bu mana hovliga qarab suv ketyapti. Hozir biz uzumimizni sug'oramiz mana. Uzumimiz mana bu yerda suv tushyapti. Ho'limizni o't bosganiga qaramaysizlar, nimaga desalaring. O'tiga qarshi dorini sachib qo'ydim. Mana bemalol yerimizni bu yog'ini sug'ordik. Mana shu holatda mana shu holatda sug'ordik. Mana yaxshi hammasi. Suvni tushishini kuzatyap turgan bo'lsalaring, bemalol shu 10-15 so'ti yerda sug'orsa bo'ladigan tarzda suv tushyapti. Uzumlarimiz mana yaxshi holatga kelgan. Xudo xolasa yaqin o'rtada bularni o'sha sotishni boshlaymiz. Hammaga omad tilayman. Salomat bo'ling. Agar foydali yoyin video tayyorlagan bo'lsam, hammalaring uchun rahmat, omad tilayman. Oxiridagi kranda sug'organim, ochganim ko'rinmabdi. O'shanga men sizlarga batafsil ko'rsatib berdim. Mana ko'rsalaring, ikkita kran turibdi. Meniki ko'proq, meniki ozroq mana. Buni olsa mana yuradi mana, ozroq chiqyapti. Buning uchun mana uni qisamiz mana. Qisgan sarimiz mana bundan ko'payaveradi mana. Otish darajasi, ko'ryapsizlar mana, otish darajasi ko'payaveradi. Chunki mana ko'ryapsizlar qancha ko'payyapti. Zaril bo'lmasa, bag'da bunday qilib hovlini sug'orib turib, buni berkitib qo'ysangiz bo'laveradi mana. Bunga hech qanaqangi klapin shunga o'xshagan narsalar kerak emas. Mana shu ego kran shu bemalol nimangizni boshqarsangiz bo'laveradi.